Hammaga assalomu alaykum. 2025-yil 13-aprel do'stlar, ko'rshamki shoptonlar oblonkalari pashta tugadi do'stlar. Yonidan bitta chiqqan shoxlarini olib qo'yapmiz. Xudo xolasa, ko'chatlarimizni shoptonlar 10 xil 12 xil navlarda ulaganmiz. Ko'rishlaring mumkin. Ishonchlimi, ishonchsizmi deganlarga xudo xolasa bizni podpischiylar biladi. Muxlislarimiz ham biladi. Xudo xolasa mana xuddi shunday qilib yaqinroq olib kelavering kamerani. Mana yonidan chiqqan shoxlarini olib qo'yapmiz. Mana shunday qilib olib, xudo xolasa 60 ga qo'yib nima qilamiz? Eng qizig'i do'stlar, Samanta shoptoli, eng ertagi shoptoli, xudo xolasa yaqinda pishadi. Ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Mevalarni ko'rsatib qo'ying. Buni ko'ringlar do'stlar. O'tgan avgust oyida paymand bo'lgan. Mana yovoylarni olib tashlagan. Mevada mana do'stlar, ishonchlimi deganlarga mana bu kitob bo'lib qoladi. Buni ko'ringlar. Samanta mana o'sha rang olyapti. Ufadan ham ertagi shoptoli. Sotilishlari zo'r bo'lyapti. Xudo xolasa ko'chatlar tarbiyalayapmiz. Noyabrga bemalol zakaz beraverasizlar. Xudo xolasa zakaz olishni boshladik. Batta har xil turdagi mevali ko'chatlar bor. Tagida hammasida meva bor. Ishonchli ishonchsiz deganlarga bemalol bizga bora olasizlar. Mehnatlarga like bosib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.